Koson tumani markaziy ko'chalari aholi gavjum hududlarda harakat xavfsizligini ta'minlash, tirbandlikni oldini olish yuzasidan qator chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Jumladan, endilikda ayrim markaziy ko'chalarda og'irligi 8 tonnadan yuqori bo'lgan yuk tashuvchi avtomashinalar harakati taqiqlanadi. Assalomu alaykum, hurmatli Koson tuman xalqi. A380 yo'li Koson tuman markaziga kirish 3-4 yo'l belgisi o'rnatilgan, ya'ni kim Koson tuman haydovchilari avtomashinalar 8 tonnadan yuqori bo'lgan avtomashinalarni Koson tuman markaziga harakatlanishi qat'iyan man etiladi va avtomashinalar Koson tuman aylanma yo'li orqali harakatlanishini iltimos va talab qilib qolamiz. 8 tonnadan ortiq yuk avtomashinalar harakatlansa qonunda belgilangan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtiriladi va Koson tuman xalqiga ehtiyoji bo'lgan suv tashuvchi avtomashinalar bundan mustasno. Belgilangan taqiqlar Koson shahriga kirish darvozasidagi markaziy ko'chaga ham amal qiladi. Bu yo'ldan yuqorida ta'kidlaganimizdek, og'irligi 8 tonnadan yuqori bo'lgan og'ir yuk tashuvchi avtomashinalar harakatlanishi mumkin emas. Koson shahriga kirish yo'liga 3-4 yo'l belgisi o'rnatilgan yuk avtomashinalar Koson shahriga kirishi qat'iyan man etiladi va ushbu haydovchilarga nisbatan qoidabuzarligini aniqlangandan keyin tegishli tartibda ma'muriy bayonnoma rasmiylashtiriladi. Bu yo'l belgini o'rnatishimizdan maqsad Koson tumanida harakat xavfsizligini ta'minlab, Koson tumanida tirbandlikni oldini olish maqsadida ushbu yo'l belgilari o'rnatilgan. Shuningdek, Koson tumani temir yo'l vokzali to'g'risidagi chorrahada bugun keng ko'lamli bunyodkorlik ishlari amalga oshirilmoqda. Chorrahada harakat xavfsizligini ta'minlash uchun asfaltlashtirish ishlari bajarildi. Bundan tashqari 70 va 075, ya'ni kim temir yo'l Koson tuman temir yo'l shoh bekati ro'parasida Koson tuman markaziga kirish yo'liga ham 3-4 yo'l belgi o'rnatilgan yuk avtomashinalar harakati qat'iyan man etiladi Koson tuman markaziga kirishga. Eng tirband hisoblangan Koson tumani markaziy dehqon bozori va unga tutash bozorlar atrofida ham yuqoridagi choralar ko'rilmoqda. Koson tuman Maymonoq chorrahasida 3-4 yo'l belgisi o'rnatilgan. Ushbu haydovchilarga nisbatan iltimos ham qilib qolamiz, ham talab qilib qolamiz. Avtomashina 8 tonnadan ortiq yuk avtomashinalari Koson shahar markaziga kirish qat'iyan man etiladi. Ushbu chorrahadan faqatgina chapga harakatlanib, aylanma yo'l orqali harakatlanishlari mumkin. Alohida ta'kidlash kerak, bozor oldidagi markaziy yo'lda hozirda tirbandlikni oldini olish uchun qator bunyodkorlik ishlari bajarildi. Piyodalar o'tish yo'laklari chizilib, yangi svetoforlar o'rnatildi. Hozirda 800 metr masofada onlayn qoidabuzarlikni aniqlovchi kameralar o'rnatilmoqda. Hurmatli haydovchilar, Koson tuman 70 va 092 avtomobil yo'lining, ya'ni kim Koson tuman dehqon bozor ro'parasida 327 yo'l belgisi o'rnatilgan va unga yana qo'shimcha hozirgi kunda Koson tuman dehqon bozor ro'parasida video kuzatuv orqali tasvirga olinayotgan qoidabuzarlik kameralar o'rnatilmoqda. Aholiga xizmat ko'rsatayotgan taksi haydovchilariga ham iltimos, ham talab qilib qolamiz. Ushbu yo'lning qatnov qismiga to'xtab odam tushirib va odam mindirish qat'iyan man etiladi. To'xtash qoidalariga amal qilish kerak va bundan keyin bu qoidabuzarlikni amalga oshirmaslik haqida haydovchilarga ogohlantiramiz. Bu o'rtada avtomobillar ikki taraflama harakat bo'ladi. Bu ko'rilayotgan choralar aholi xavfsizligini ta'minlashga va tirbandlikni oldini olishga xizmat qiladi. Bundan tashqari, yo'llar sifatini saqlab qolishda ham muhim ahamiyatga egadir. Shunday ekan, yuk tashuvchi avtomashina haydovchilaridan yuqoridagi tartib qoidalariga amal qilishlarini so'rab qolamiz.